Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun Xudo xolosa qurg'onlikka faqat semiz qo'ylar chiqadi, hurmatli obunachilar. Dehqon ekanmiz aka-ukalar. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 21-may. Xudo xolosa biz videolarimiz Xudo xolosa dehqonchilik aka-ukalar, Xudo xolosa qurg'onlikka qo'chqor qidirayotgan aka-ukalarimizga mana bunday qo'chqorlar tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Mana qo'chqorlar ko'rishingiz mumkin. Quruq yem yegan hurmatli obunachilar. Xudo xolosa zo'ridan kerak, uka. Quloq butunidan kerak deganlarga mana hammasi niq. Hurmatli obunachilar, birata pachaq yo'q ekan bularchilar. Mana. Bayda soni nechta dona? Soni 10 dona. Soni 10 dona ekan. Mana shu ikkala sariq sotilibdi. Bitta qora sotilibdi dedi hurmatli obunachilar. Mana. Mana shu o'sha yerda mitkasi mana shu qora sotilibdi. Hurmatli obunachilar, mana shu ikkala sariq, bitta qora sotilibdi aka-ukalar. Mana Xudo xolosa bular qanchadan sotilibdi deganlarga shu ikkala sariq, bitta qora 9 million so'mdan Xudo xolosa o'zlari olib ketishar ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'rish mumkin. Ammo lekin qo'ylarimiz quruq yegan. O'ta polvon qo'chqorlar ekan, hurmatli aka-ukalar. Xudo xolosa o'ta chars hammasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Qurg'onlikqa rosa to'la, mana dumbasi ham katta, bo'ylari Xudo xolosa 85 plus yo'laversa 85-90 ga Xudo xolosa yaqin aka-ukalar mana. Ammo hammasi quruq yegan hurmatli obunachilar. Qo'ylarimiz o'ta katta. O'ta chars ekan hurmatli aka-ukalar, ko'rishlaringiz mumkin. Mana biz xo'ran chida olyapmiz. Mana bash metkasi va sotilgan ekan. Mana shu ikkita sariq bir joyga sotilibdi uchalasi. Mana ko'rishlaringiz mumkin hurmatli aka-ukalar. Xudo xolosa bayda soni 7 dona ekan aka-ukalar. Bular mana ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolosa bularcha tish buzgani ham bor ekan, buzmagani ham bor ekan. Xudo xolosa hurmatli obunachilar, lekin qo'ylarimiz o'ta niq. Mana ko'rishlaringiz mumkin. O'ta polvon qo'zi. Hammasi qo'zi shak aralash ekan hurmatli aka-ukalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, qo'zi eshak aralash ekan aka-ukalar. 14-15 oylarga. Lekin mana bu qo'chqorni juda ishqim ketdi-yu. Men sotilibdi-da. Qo'ylarimiz Xudo xolosa quruq yegan. Soni 7 dona. Xudo xolosa bo'ylarini aytib o'tdik. 85 dan 90 kiloga bor ekan hurmatli obunachilar. Bularni bir joyga hurmatli obunachilar, Xudo xolosa 7 tasi bir joyga bo'lsa 7 million 500 ming so'mdan Xudo xolosa kelib, ko'rib, tanlab ketaverasizlar. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. Tanlab olishi 8 million so'mdan ekan. Kimga ma'qul bo'lsa Xudo xolosa aloqa chiqaverasizlar. Inshaalloh lekin kelib ko'rganga yetmaydi. Qo'ylarimiz o'ta quruq yegan. O'ta polvon ekan, qo'zi qo'chqor. Hamma shak qo'zi qo'chqor aralash ekan hurmatli obunachilar. Endi monolari sotilibdi. Xudo xolosa endi keyingi partiyalarimizga o'tdik. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz. Bo'lmasa screenshot qilib tashlaysizlar. Mana mash qo'chqor deb. Xudo xolosa akamiz nomerlarini qoldiramiz. Kelishaverasizlar. Hurmatli obunachilar, bayda Xudo xolosa baydaqlar ham hali qo'zi shak aralash ekan. Bo'ylari bular ekan 85-90 aralash ekan hurmatli obunachilar. Xudo xolosa lekin qo'ylarimiz o'ta polvon. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hammasini qulog'i butun. Baydan bitta sarig'i bor ekan. Bir-birini juda qisib beryapti hurmatli obunachilar. Bayda soni 7 dona hurmatli aka-ukalar. Xudo xolosa lekin mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Xo'sh, soni 7 dona hurmatli obunachilar, bo'ylarini aytib o'tdik. 85, xudo xolos 90 ga davr. Qo'zi qo'chqorlar, lekin o'zi narxidan chiqyapmaslar. Hurmatli obunachilar, bularni bitta tanlab olishga hurmatli obunachilar 7 million 500 ming so'mdan xudo xolosa aloqa chiqaverasizlar. Optim bayda 7 tasini bir joyga olaman degan odamga bo'ladigan narxi 7 million 200 ming so'mdan dastlabkasini qilib beriladi. Mana shunday rasmga olib tashlaysizlar, aka mana shu qo'chqor turibdimi desalar, telefon qilgan odam ishi bitadi. Qo'chqorlarimiz mana yaxshilab bir qator ahamiyat berasizlar.
Sarig'ini olasizmi, qorasini olasizmi, farqi yo'q. Kimga ma'qul bo'lsa aloqa chiqaverasiz. Telefon qilgan odam ishi bitadi, lekin bu dehqonlar aka-ukalar. Akamiz 6-7 oydan beri hayotga ekanlar bu qo'ylarni. Telefon qilgan odam ishini bitiramiz, xudo xolasa. Videolarimiz xato kamchilik bo'lsa, oldindan uzr. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.